Baxtiyorjon, so'raganlar yo'g'u bu yerlarga nima sababdan kelib qoldingiz? Yigitchilik aka. Qimorda kattaga tushib qoldim. O'zingizchi? Manam erta bahor qiz uzatdim. Xotinning gapiga kirib dabdabali to'y qildim. Kerak emas narsalarga pul sarf qildim. Natijada qarabsizki, bo'ynimgacha qarzga botdim. Akmaljon, sizchi? Ilmsizligim sabab shu yerdaman aka. Biz o'qimadik. Farzandlarimiz o'qisin deb shu yerdaman. O'g'lim menga o'xshab choyxonada hammadan ko'p osh yegani bilangina maqtanmasin deb shu yerdaman. Ishqilib tinchlik bo'lsin-da. Alo. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Dada, qachon kelasiz? Bolam, hali beri bormayman, katta pul topib boraman. Dada, keling, pulni endi men topaman. Yo'q o'g'lim. Sen o'qishing kerak albatta. Pulni men topaman. Sen qanday qilib pul topasan? Axir meni o'zingiz 3 yil oldin Target xalqaro maktabiga bergansiz-ku. Bu yerda biznes qilishni o'rgatishadi-ku. 3 yil deganda pul topishni boshladim. Dada, endi siz musofirchilikda qiynalmaysiz. Faqat tezroq keling. Sizni sog'indim. Tinchlikmi? Ekkan daraxtim meva berganga o'xshaydi. Vatanga qaytaman.